Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi ehson safarimizdan ma'lumot beraman. Qarang, bugun keyingi vaqtlar o'z bayqagan bo'lsangiz, men usunday bay shang'araqlarni qo'ldan kelgancha izlab olib chiqishga harakat qilyapman. Qay taraflama bay? Qarang, bugungi shang'araqimizda 5 qiz balaning ota-onasi haqida sizlarga ma'lumot beraman. Qarang do'stlar, 5 qizda maktab yoshida o'zlari bir xonali uyda yashaydi. Uyning bag'uvchisi qo'ldan kelgancha robotchi жұмыстар istaydi. Qozog'istonga chiqib hozir жұмыс ishlab o'tirgan, qo'ldan kelgancha harakat istaydi, lekin o'zingiz bilasiz, бұл jeb ishdan auspaydi. Sebebi qiz balaning yo'li nazik. Bu videoni tushiruvda bizga аңсат bo'lmaydi, lekin ilojimiz yo'q. Sizlarga insonlarga, odamlarga ushbu uchun qavenderlarni tabu uchun bularga ko'rsatib berib, bularni olib chiqishga majburmiz. So'dan keyin de shunday videolarni olamiz. Bularga da tushuntirib aytamiz o'z o'rnida. Do'stlar, qarang, 5 qiz beshikda maktab yoshida, yana o'sib keltirgan qizlar. Bularga аңсат emas, biridan keyin bo'lmoq kerak degandek. Bir yer odam balg'a qiynalib beribdi. Imkoniyati bo'lsa ishga bet qo'lida bir жұмысы tiyanaqli. Bu o'zi bir xona joyda yashaydi. Bir qizimiz qarang chempion, ikki qizimiz o'zi negizida chempion sportsmen ekan, birovini sal azmaz kasallik yetib qopti, sol sababli to'xtatib qolgan sportda. Ikkinchi qizimiz sportsmen, shetmen birinchi o'rinlar, qarang, birinchi o'rin barliq diplomlarda. Yine bu diplomlarning yarimi deydi. Lekin qavender kerak bu qizimizga. Ne uchun? Sirtqa chiqishga so'q bir-ikki marta esa qavender bo'lmaganligi sababli qolib qo'yib o'tirgan yarishlardan o'zi yaxshi natija bilan uchirgan qavenderlar bo'lsa, bizga baylanib qo'ying, biz o'sha qizlarning manzilini tizimga olib qo'yamiz, uyning shang'arog'ini, ma'lumotlarini. Qolgan vaqtda shu yarishga chiqib bo'lsa, kiyim qutisi bo'lsa, shu forma ozatlari bo'lsa, olib beraman men deb qavender bo'lsa, bizga chiqing, biz sizni baylantirib qo'yamiz o'sha shang'aroq bilan. Şimdi joyining chetida qarang, qasında o'rin bor ekan. Agar qanday imkoniyat bo'la bersa hamma vaqtda, lekin harakat istab ko'ramiz degandek, bunlarda inobatga olib qo'ydik. Yana bir xona, ikki xona qo'shib bersang, joyina bo'latinday o'rin bor ekan. Endi baribir yer az. Men bunday vaqtlarida ko'pincha qara, bu birinchi semay emas, yer azamatlarda sal ayayman rasul bunday vaqtda. Harakat ishlayotib beshara baribir ham soncha qiz bola menen bir xona ishinde жасау ол өте қолайсыз, ham өте қиын vaziyat deb bilaman. So'shunda ер азамат бағушы сыртта жұмыс істесе керек деп ойлаймын өзім ойымша. Bu yerде өзіңіз білесіз, бір xonaga tiqilib yotuv qiyin. Bo'y жеткен qizlarni qarang. Bir-biridan suluv, bir-biridan ajoyib mashina qizlar bo'y жетib kelibdi. Jardamlaringizni ayamaysiz degan umiddaman do'stlar, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Bunday shang'araqlarda men bekarga olib chiqib o'tirgan jo'qman, bekarga tek videoga tushirib ketib bo'ldi deb qo'yib o'tgan jo'qman. Men bularni videoga tushirdim va shartli turda bu qizlarimizga, bu videoga tushirilgan shang'araqlarga shartli turda men qavendir izlayman. Sol shunda oxirgi paytlarida balasi ko'p ijarada yurgan yoki shunday birini yeki qila olmay o'tirgan, qattiq qiynalib o'tirgan, lekin ko'p balali shang'araqni izlab o'tiraman do'stlar. Keyingi paytlarda qarang, qiz balalar o'zingizda boshqa kiyim berib bo'lishi mumkin, basatlari bo'lishi mumkin. Ko'ring videoda, razmerlar to'g'ri kelsa bering, bozorga chaqiring, olib bering, bar qiz bola sal to'liqroq tushirmasa bo'lmaydi keyin. Sog' salomat bo'lasizlar do'stlar. Durami? Ana tandirı var. Bir teleshkop o'timiz zo'r bo'layotgan qo'ng'islarga nan javotgan ashpamiz. Bir nan 1000 so'm dedingizmi? 1000 so'mdan ekan bir nan.